Telefoningizdagi Dilnoza kim? Men qayerdan bilaman? Kim biladi unda? Shang'illamay bo'la. Eng yakshanba kir yuvish kerak. Voy, u semirib ketganimmi? Yerga tekkanimdan keyin yana semirib ketsam, voy. Yana ichdingizmi dadasi? Xotin o'lay agar ichganim yo'q. Unda aytingchi 526 ni kvadratini 448 ga ko'paytirib 58 ga bo'lsa necha bo'ladi? Ichdim xotin. Qo'shni yaxshimisiz? Ketmoningiz berib turing. Lapatkangizni ham qo'shib bersangiz ham mayli. Lapatka deysanmi? Ha, boshqa narsani ham qo'shib beraymi senga? Ha, yo'q, qo'shni o'zingizni bosing. Har kuni bir narsa so'raysan, so'ramaganing xotinim qoldi o'zi. Men o'zim yordam beraman. Ha, qo'y tushib ketmasin. Shunchalik lapashangni o'ylayapsanmi? Men dedim. O'g'lim tur darsga borishing kerak. Oyi. Men sen molga tur dedi bordingdan. Bugun yakshanba-yu. Hamma chiroyli tursin. Vinetkaga tushamiz, vinetkaga. Men chiroyli chiqay. Aka, nech pul bo'lar ekan? Gapiravermanglar. Dilnoz sochim yaxshi turibdimi? Voy, zo'r turibdi. Aka, men glavni oling. Aka, necha kunda chiqadi shunda? O'chir. Voy, bolam yig'lab qoldi, qaranglar. Bugun rasmga tushamizmi o'zi?